Gap yo'q. Ishqoz bo'lsalaring aloqaga chiqasizlar. O'zim kelishtirib, mana bu yerga kelib, obitegimni olib sizlarga chiroyli pochta qilib beraman. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Dakan ishqozlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bu bitta xo'roz bilan 3-4 ta jo'jalar chiqargandik, jo'jalari sotilib ketdi. Tulayda ham 2-3 kishi men olaman. Aka javob ertaga tashlayman dedi. Bizda ko'p bo'ladi bunaqa voqea. Endi odam har xil bo'ladi. E'lon qilib qo'yaylik, mana tulak 5 kilolik. Hozir ro'na 5 kilo chiqmasa ham ozib qolgan, 5 kiloda o'ynagan. Buni tarifi juda ham kelib chiqishi, juda ham bir tarixga boy bu tulak. 1 yoshdan o'tyapti. Paralarini qarang, buni paradan mana ko'rib bilganlar biladi. Toza narsa, dostoyniy chempion. Faqat bu hozir bolaga o'rtoqlar. Nimaga sababdan bolagaligini telefon qilganlarga yoki Telegram kanalida tushuntirib o'taman, video qilib Telegram kanaliga o'tib olasizlar. Sotiladi, narxi $200, arzon, lekin nima yutuqi bo'lsa $200 arzon beryapsiz deydiganlarga sababi bor. Sog'lom, beg'ubor, ha aka? Beg'ubor. Bular 2 raundga olib bormaydi bular. Dorov yutadigan chempion xo'rozlar. O'zini ko'p ham harakat qiynamaydi-da bular. Toza kariya o'rtoqlar. Ishqibozlarga beriladi, ko'pchilik e'lon qilib qo'ygan aka sotilmasa men olaman shuni degancha e'lon qilib qo'yapman. Ko'ngil ko'tarsa, olinglar, xaridori ko'p. Juda zo'r. Bolada yuribdi hozir. Yaltiragan xo'roz. Ochib bo'lib bolada. Ha, bolada yuribdi. Qo'lma-qo'l bo'lgan, bolada ham, ha? Talamash bo'lgan, qo'lma-qo'l bo'lgan. Bu asli To'raqurolliklar xo'roz bo'lgan. Siz aytishingiz bo'yicha To'raqurolliklar bo'lgan. Abdullay ukamiz ulardan iltimos qilib yurib buni olgan. 5 ta 6 ta dastoyni yutgandan keyin qo'lma-qo'l olib ketgan bola. Ha, katta summali o'yin bo'lganda. Undan keyin bu chechak bo'lib qolgan, to'g'rimi aka? Ha. Chechak bo'lib qolgan, chechak bo'lgandan keyin bu kishiga o'tgan, bu kishi buni davolagan. Shuning uchun bolaga deyilyapti. Sababi shu. Buni ochiq o'ydan aytib qo'ya qoldim. Qadah yo'q. Bular uzoq ushlab o'tirmaydi. Tas yutadi bo'ldi. Shunaqa xo'rozlardan. Men deganim buni endi urintirmasdan zot oling. Zot olgan odam maza qiladi degan ma'noda chiqarib qo'yapman. 5 kiloda o'ynagan hozir turklar 700 chiqsa kerak a? Ha, ezilmagan. Umuman ezilmagan. Zotga so'rab yurganlarga aka mana apreldagi qilib chiqaraman deganlarga mana chiqarib qo'yapmiz mana o'rtoqlar. Tozaligini qarang. Ular shu ma'lumotlar bizda mana qisqacha video qilib qo'ydik. Chunki hozir xo'roz qidirib yurganlar juda ham ko'pchilik Telegramga yozdi, tulak kerak, zo'ridan kerak, tozasidan kerak, men o'ynamayman, boqaman, zot olaman, bo'yi uzun, tush uzundan kerak deyshadi. Tush haqiqatan uzun. Ha aka? Ha. Tushlari mana qarang. Вообще zo'r. Mana, mana parla. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Asli materiali bor qizim. Ha. Ancha-muncha summaga arziydigan xo'roz o'rtoqlar. Biz bilib Qadag'i ham yo'qmi? Qadah-padag'lari ham yo'q o'rtoqlar. Qadag'i ham yo'q. Hamma yo'q zo'r. Ezilmaganda bolada yurgan faqat. Gap yo'q. Bolada. Hali kichkina jo'jalar sotib oldingiz hammasini? Ha, ular qolmadi. Qolmadi. Jo'jalar ket. Gap yo'q. Ishqoz bo'lsalaring aloqaga chiqasizlar. O'zim kelishtirib, mana bu yerga kelib, obitegimni olib sizlarga chiroyli pochta qilib beraman. Narxini aytib qo'ydik, realniy. Endi o'tsak, yo'lga po'kras o'tib beramiz aka. Ha. O'tib berasiz-da. Dastlabki bor. Bo'ldi, gap yo'q. Dastlabki qilib beraveramiz. Gap so'z yo'q. Vohagami, vodiyami. Farqi yo'q, ha?